Hozirda Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti sun'iy intellekt laboratoriyasida transport, sog'liqni saqlash va sanoat kabi muhim sohalardagi dolzarb muammolarga sun'iy intellekt texnologiyalari asosida innovatsion yechimlar ishlab chiqilmoqda. Ushbu video lavha yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, laboratoriya tadqiqotchisi Hamidov Munis tomonidan haydovchi charchoqligini sun'iy intellekt yordamida aniqlash bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqot natijalarini yoritadi. Yo'l harakati xavfsizligi bugungi kunda dunyo miqyosidagi eng dolzarb masalalardan biridir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, har yili dunyoda 1,9 milliondan ortiq inson yo'l transport hodisalari oqibatida hayotdan ko'z yumadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yo'l transport hodisalarining 10-20% gacha bo'lgan qismi haydovchining charchoqligi yoki uyqu bosishi bilan bog'liq. Haydovchi charchoqligini uning yuz harakatlaridagi o'zgarishlar orqali aniqlash mumkin. Ko'z yumilishining davomiyligi, esnash chastotasi va bosh holati charchoqlikning asosiy fiziologik belgilaridan hisoblanadi. Ushbu belgilar video tasvirlar asosida real vaqt rejimida tahlil qilinadi. Dastlab video tasvirdan inson yuzi va uning muhim anatomik nuqtalari aniqlanadi. Bunda FLD va XR kaskad algoritmlardan foydalaniladi. Aniqlangan nuqtalar asosida ko'z, og'iz va bosh holatiga oid xususiyatlar ajratib olinadi. Video tasvirlardan olingan ma'lumotlarda yorug'lik farqlari, shovqinlar va yetishmayotgan qiymatlar uchrashi mumkin. Shu sababli ma'lumotlar normallashtiriladi va standartlashtiriladi. Shundan so'ng ko'z yumilishi, esnash va bosh og'ishiga oid eng muhim xususiyatlar tanlab olinib, chuqur o'qitish algoritmlariga uzatiladi. Loyiha doirasida charchoqlik holatini aniqlash uchun konvolyutsion neyron tarmoq CNN modeli ishlab chiqildi. Shuningdek, vaqt bo'yicha yuz va bosh harakatlarini tahlil qilish maqsadida 3D CNN modeli takomillashtirildi. Modelning aniqligini oshirish uchun unga diqqat mexanizmi integratsiya qilinib, ko'z yumilishi, esnash va bosh og'ish holatlarining ahamiyati alohida baholanadi. Ishlab chiqilgan algoritmlar amaliy qurilma ko'rinishida ham sinovdan o'tkazildi. Intel chuqurlik kamerasi Raspberry Pi 4 mikrokompyuteri bilan integratsiya qilinib, avtomobil saloniga o'rnatiladigan yagona tizim yaratildi. Qurilma haydovchining yuz harakatlarini real vaqt rejimida kuzatadi va charchoqlik alomatlari aniqlanganda ogohlantiruvchi signal beradi. Bu esa haydovchiga o'z vaqtida zarur choralarni ko'rish imkonini yaratadi. Sun'iy intellekt, kompyuter ko'rishi va real vaqt monitoringi texnologiyalarining rivojlanishi yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti sun'iy intellekt laboratoriyasida bu yo'nalishdagi ilmiy tadqiqotlar izchil davom ettirilmoqda hamda amaliyotga joriy etishga qaratilgan innovatsion yechimlar ishlab chiqilmoqda.